Mana o'sha moviy ko'l. Voy buni rangini. Kanatka orqali o'sha va'da qilingan moviy ko'lga yetib keldik. Bu Shohimardon hududini suvlari ajoyib ekan. Oqib kelib ikkinchi ko'lni hosil qilar ekan. Bu manzarani, bu tabiatni video bilan ko'rsatib berish qiyin. Uni ko'z bilan kelib ko'rish kerak. Havosini his qilib. Juda boplashib bilagan. Qoyil. Kanatkasi ham zamonaviy kabinkali kanatkalardan ming marta yaxshi ekan. Havoni ham, vaznni ham, hamma narsani his qilib. Bu toshlarning bahaybatligini bilmayman qanaqa solishtirib bersa bo'ladi. Boya birinchi videoda suvlarini gapirgan edim. Prozrachniy emas ekan, oqish ekan. Shu oq toshlar yuvilib tushgani sababli bu oq rangga kirib oqargan bu suvlar. Yigitlar, kayfiyat qalay endi? Ko'llar rangi zo'r-ku. Biz endi ketdik. Ko'l bo'ylab. Shuncha harakat qilib video syomka qilyapman. Faqat meni Qadr, rahmat Alloh razı olsun. Moviy ko'l ikkinchi qism. Shu yerdan oqib boygi joyga oqib borar ekan. Mana bu manzarani, bu tabiatni O'zbekiston Shveysariyasi desa bo'ladi. Bu oddiy terelarni ko'rsanglar qanaqa chiroyli o'sganini. Endi chiroyli joyda chiroyli o'sar ekan hamma narsa. Qanaqa bunaqa joyda chiroyli o'smasligi mumkin? Mana bizani qaytishga taksiyimiz ham yetib keldi. Shunga chiqib olamiz. Ketdik. Ana go'zal manzaralarni ko'rib endi sekin ortga qaytamiz. Ekskursiya rosa maroqli bo'ldi.
Ana uzoq masofali kanatimizga ham yetib keldik. Ay Islomjon, yaxshilik qiling.